Shunaqa odamlarda ba'zilariga berilgan talant bor bilasizlarmi? Chunki men buni tirnoqcha qilib berisha olmayapman bu narsaga. Bu talant to'shni. Gapirganda tupurib gapirish bor, bilasizlarmi? To'shni mana shu og'zida charcheri bor bolalar bo'ladi. To'shni betizga turadi. Bir 10 minut gaplashib tursangiz, yomg'ir tomchilayaptimi deysiz, bir yarim soatdan keyin cho'miltirib ham qo'yadi-da. Lekin mana shu betizdagi kir tugasa tugab ketadi, ammo hali bolaning ichidagi suv tugamaydi. Umuman emas. Ertalab betiz yuvmasdan ko'chaga chiqib qo'yganmisiz, qalat sochni yaxshimisiz deyishdi, o'zida mana shu betizni obodonlashtirib yuboradi o'zi. Mana shu yerlarni oppoq qilib, gap so'zni ichida edi. Bu talant, bu harakat qilib erisha olmaysiz. P, S degan harflarni nari tarafga qarab olib aytsam, siz betizga kelaveradi. Oshna nari qarab gaplasha olaymi? Eshita olaman, siz eshitsam bo'ldi deb turaverasiz. Devarsa o'ldi. Bir paqir suv keladi mashetizga. Bolalar bilan kim uzoqqa tupurish o'ynab turasiz. Ras o'ynaysiz, hali bola kelib turadi. Ha bola nima qilishyapsan? Deyishdi, o'zida sizlardan rekordinglardan o'tib qo'yadi. Xuddi shunaqa bola. Bu talant akalar. Buni farosatsizlik